Jo Vitale sarf etish qudrati. Bu voqea ko'p yillar ilgari jazirama yoz kunlarining birida sodir bo'lgandi. Bir oziq-ovqat do'konidan 2 marta xarid qilishimga to'g'ri keldi. O'sha kunlari do'konga tez-tez qatnashimning asosiy sababi bir haftalik yegulik sotib olish uchun yonimda yetarli mablag' yo'q edi. Bir necha oy avval og'ir kasallikdan so'ng xotinim vafot etgandi. Uning hayotini sug'urta qildirmagandim. U meni navnihol yoshida xarajatlar dengizi va hisob-kitoblar tog'ida tashlab ketgandi. Men yarim kun ishlardim. Maoshim yegulikka zo'rg'a yetardi. 2 bolamning xarajatlaridan deyarli pul orttirolmasdan rosa qiynalardim. Qiyinchiliklar qalbimga azob bergani yetmaganday, hamyonimda atigi $4 pul bor edi. Bu pulga do'kondan sut va bolka non sotib olish mumkin edi xolos. Bu yeguliklarga bolalarimning qorni to'ymas. Boshqa narsa sotib olishga esa imkoniyatim yo'l bermasdi. Chorasizlik jon-jonimdan o'tib ketgan edi. Do'kondan qaytayotib, yo'ldagi qizil chiroqda to'xtadim. O'ng tomondagi yo'l chekkasida turgan yosh erkak bilan yosh ayol va ularning bolasiga ko'zim tushdi. Ularning yuzlari quyoshning ayovsiz nurlari ta'sirida qorayib ketgandi. Erkakning qo'lida qornimni to'ydirish uchun ishlashga roziman degan yozuvli karton qog'oz bor edi. Ayol uning yonida turgancha qizil chiroqda to'xtagan mashinalarning saloniga intiqlik bilan tikilardi. Taxminan 2 yoshlardagi bolakay esa maysalar ustida o'tirib, bir qo'lli qo'g'irchog'i bilan bamaylixotir o'ynardi. Bularning barini svetoforning qizil chirog'i o'chib, yashili yonmasdan avvalroq atigi 30 soniya ichida ilg'adim. Bularga bir necha dollar berishni juda ham xohladim. Afsuski, o'zim ham bechorahol bo'lib cho'ntagimda atigi non va sutga yetadigan pulim bor edi. Yashil chiroq yonganida esa men ularga oxirgi marta aybdorlarcha nigoh tashlab yo'limda davom etdim. Erkakning o'ychan nigohi va oilasining ahvoli menga qattiq ta'sir qilib, xotirjamligimni o'g'irladi. Men ularning holatini tushunar va bu oilaga qandaydir yordam berishim kerakligini his qilib turardim. Bu his meni ortga, ularning yoniga qaytishga majbur etdi. Men cho'ntagimdan $2 olib, erkakning qo'liga tutqazdim. U menga minnatdorchilik bildirar ekan, ko'ziga yosh oldi. Men ham unga jilmayib, o'z yo'limda davom etdim. Biroq endi men cho'ntagimda qolgan pulga faqat sut yoki non sotib olishim mumkin edi. O'zimning ahvolim achinarli bo'lsa-da, ularga ehson qilganimdan zarracha afsuslanmadim. Mayli, faqat sut yoki non sotib olishni rejalashtirdim. Mashinamga o'tirib, to'xtash joyiga borgunimcha bu haqida o'ylab ko'nglim yorishdi. To'g'ri yo'l tutganligimni esa qarshimdan chiqqan tuhfa tasdiqlab turardi. Uni ko'rib kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Men yanglishmayotganimga amin bo'lib, hikoyani davomi qiziq bo'lsa, izohlarda qoldiring, keyingi qismlari chiqadi.